So'nggi kunlarda xalqaro yuk tashuvchi o'zbekistonlik haydovchilar Rossiyada nohaq jazolanmoqda. Nastoyaщее время axborot portalining xabar berishicha, Rossiyada O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikistonlik haydovchilarga nisbatan go'yo 90 kunlik muhlatni buzgan degan bahona bilan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilmoqda. Natijada haydovchilar samolyot orqali mamlakatdan chiqarib yuborilyapti. Yuk ortilgan mashinalar esa jarima maydonlarida qolib, yuk egalariga katta moddiy zarar yetkazilmoqda. Bu ish Tojikistondagi Markaziy Osiyo Rossiya sammiti arafasida sodir bo'lganiga qaraganda, Putin rejimi mintaqada kim xo'jayin ekanligini mintaqa hukumatlari va rahbarlariga yana bir bor eslatib qo'ymoqchi bo'lgan ko'rinadi. Qolaversa, bunga O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning yaqinda Amerika safarida ko'ringan Washington tarafga og'ishiga javob tariqasida uyushtirgan bosimlarining davomi sifatida ham qarash mumkin. Mirziyoyev Amerikada bo'lgan paytda va undan keyin Rossiya bir qancha shantajlar uyushtirish bilan tahdidli noma yubordi. Masalan, 22 sentyabr kuni Rossiya xavfsizlik organlari Krasnoyarsk o'lkasida banket zalida o'zbek xonandasi konsertiga itlar bilan namoyishkorona bostirib kirib, reyd o'tkazdi. 30 sentyabr kuni Rossiya osmonida O'zbekiston Airbusga tegishli samolyot va biznes jet radioaloqa xatosi sabab xavfli darajada bir-biriga yaqinlashib ketgani xabar qilindi. Bu hodisa Ozarbayjonga tegishli samolyot Rossiya tarafidan qasddan urib tushirilganini esga solib yuboradi. Markaziy Osiyolik haydovchilarni ushlab, yuklarini tortib olish ham o'risni o'ziga xos bosim qilish uslublaridan biri ekanligiga shubha yo'q. Qolaversa, yuk tashishdagi bunday uzilishlar mintaqa iqtisodiga yomon ta'sir ko'rsatmay qolmaydi. Biroq mintaqa hukumatlari kofir o'risni bunday yuzsizligi va surbetligiga yetarli javob bera olmayaptilar. Natijada ularning suskashligi va jur'atsizligi jabrini yana shu musulmon xalqlarimiz tortyapti. Har doim ta'kidlab kelayotganimizdek, Rossiya kabi islom va musulmonlar dushmanlarini faqat xalifalik davlat tiyib qo'ya oladi. Xalifalik davlatining ichkarisi va tashqarisida musulmonlarning joni, moli, obro'si qudratli va ulug'vor davlatimizning mustahkam himoyasi ostida bo'ladi.